bir xoharni meni oldimga payomi bor, shu kechani o'ziga payom qo'ygan. Aytadi, tina unda o'zidan biza tasmim oldik, 3 ta yatimim bor, sag'irim qolgan. Men xohladimki bir kola o'zimga tuzatsam va shu yatimlarimga ham tuzatsam. On vohid meni qaynonam xabar bo'ldi deydi. Qaynonam gafni qaynotamga eshittirdi. Ikkovi ham tina undan beri yig'laydiki, meni bilan sahih gap qo'shmaydi. O'g'limni o'lganiga 8 oy bo'lgani yo'q, sen xohlaysanki bu elga avlodlaringga ham toza kola qildirsang va o'zing ham toza kola kiysang va farzandlaringni qo'llariga ham nishona xina bor eddi nishonasini qo'ysang. Ey azizlarim, din bu emasdi. Din Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, ayyudhira farhan va bashashatan. Et kuniga qancha ham g'amingiz bo'lsa, oyog'ingizdan tutib to farqi saringizgacha g'amga olida bo'lsangiz ham boshqa millatni hadda aql xushalligini qo'ldan olmang. Shu xushallikni izhor qiling. Hayomim shu otalarga, ana shunday qaynonalarga shudiki, balyozi Xudo kishvari islomiga basifati bir musulmon navoyat bu ishni qilsaki, bizda kelin ustiga bu zulmni qilsak. Yoshi ketgan otalarimiz bor. Qarilib qolgan onalarimiz bor. Balyozi Xudo qilmay mardumni xushalligini qo'ldan olmang. 1 yil bo'libdiki bir o'yiga murdadorligi bor. Dunyodan ketgani bor. O 6 oy bo'libdi. Ammo ikkinchi kuni erga ko'ring, ular xushhol bo'lib o'tgan bechoralar darvozasi taq bo'ladi. Farzandginasi yig'lab keladiki, ona 5 tami 6 ta kampir kelibdiki, bizlarniki Fotiha deb keldi. Shoyat bu onamiz so'zlatgan bo'lsa-ki, men savob ish qildim. Men ravobitni tuzatayotgan bo'lsam, darvoqe xabari yo'q, xatarnok birinchi zarbani islom azizli kamariga uradi. Az jumla sunnatoy Rasululloh Xudodan nimada? Xushallikni millatga nima qilish ekan? Izhor qilishlik va farah xushallikni mardumga ko'rsatishlik kerak.